Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hamma sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Hurmatli obunachilar, sizlarga mana sog'liq qo'y so'raganlar uchun boladan ajragan Yusoq Choridan endi deb o'tgan qo'ylar so'raganlar uchun sizlarga hozir shular bir qator ko'rsatamiz. Hozir shu yerda akam qo'ylarni ko'rib qoldim. Отдельно o'zini videosini qo'yay dedim. Qo'ylar holati zo'r. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana ko'ringlar, mana shu qo'ylar holatini ko'rsatamiz. Mana tishlarini ko'rasizlar, chori. Hammasi yosh qo'y. Hammasi yosh qo'y, chori asosan bosim chorimi? Bosim chor. Avtomatik deganingizni ham mana ko'ring. Shu qo'ylar bor ekan, holati zo'r, boladan ajralgan dasht qo'ylari. Mana o'zi tulab qo'ygan. Mana o'zi tulaganlari ham bor, mana ko'ringlar mana. Shoshmang. Sekin olavering, sekin shoshmang, sekin oyog'iga yetib bo'ling. Sekin olavering, ko'rsataman. Hammasi bir boshdan ko'rsataman. Hammasi. Dasht qo'ylari, boladan ajragan qo'ylar. Mana. Sog'lom qo'ylar mana o'zi tulab boshladi. Mana tulab qolgan aka mana. Optaylash kerak buni. Simjun deydi buni. Endi boladan ajrab bular yana holatini o'zini yana tiklab olyapti oldingi holatiga. Mana qaranglar. Ancha yetin olib. Chorimi? Chori qo'y. Hammasi ko'rsin. Chor panji qo'y. Asosan chori panji qo'ylari yomon emas, zo'r qo'ylar. O'zi tulab. Tayidan tulab boshladi mana qo'ylar qaranglar, o'y jonivorlar. Dumalari ham ancha bo'lib qoldi. Bular gava bergan qo'ylarda bular. Bular qo'zlari emas, gava bo'ldi. Shini ko'rsak qo'y. Aka xohlaganini ko'rib olasiz mana. 4. Yeb ishiga garantiya sog'lom. 100% o'yadi garantiya. Sog'lom. Nima qo'ysangiz, o'z dasht qo'y, nima qo'ysangiz yeb ketadi. Agar uyda olib boqsangiz bor-ku, bular tez o'zgaradi. Dasht qo'y uyga kelsa, uyda sharoit zo'r bo'ladi. Bemalol yaxshi qo'y qilasizlar. Soni nechtasi bu yerda? 24. 24 bosh. 24 bosh mana boladan ajragan sog'liq sotiladi. Bemalol hozir telefon raqamlarini ham qo'yamiz. Telefon qilib bog'lanasizlar. Mana qo'ylar ranglari zo'r holati ko'ringlar. Mana hozir o'zim atay mana oqtumshuq dedim. Egalari bilan o'zim tortishib, oqtumshuq mana qari qo'ylaringizni qo'ymayman desam, yo'q, tishini ko'rsatdi, emas choridan endi o'tadi. Mana shuni ko'rsating mana. Xohlaganini ko'rib olasiz mana. O'zim ishonmadim ko'zim bilan, lekin ko'rsatsanglar olaman dedim. Attenni ajratib ko'rsatamiz. Bemalol tavsiya qilaman, qo'y qilishga bo'ladi. Hammasi zo'r. Hozir bularni buni qisilib turibdi, buni yoyib ko'rsatsak, bo'ylarini ko'rsatadi. Hozir bu yerga qisilib turibdi. Yo'lda orasiga bo'ylarini ko'rsatmaydi. Mana hammasi bu tarafdan ham ko'rsatay. Hammasi zo'r bo'ladi. Yaxshi. Boladan ajragan ekan hammasi mana. Hammasi dumalari mana shunday bor. Kirib qo'ylar mana tayidan tulab boshlagan mana. Hammasi tulagan mana. Gaziz o'zi olmasin. Bemalol qaytarib olaman agar biron bir kasal chiqsa deyapti. Qayerda qo'ylar aka bular? Qayerda qo'ylar? Sarqani qo'y. Sarqa. Mana bemalol bog'lanasiz. Telefon nomerlarini qo'yaylik. Pastda telefon nomerlarini qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanasizlar. Hurmatli obunachilar, qanchadan bular narxlari endi? Eng qiziq joylar narxlar. Ikkisinga dastavka qilib beramiz. Dastavkasi bo'ladi, ha? Men oldida olib turibman. Menga yaxshi ko'rinadi. Sizlarga endi qanday ko'rinadi bilmadim. Baland qo'y, past ko'rinadi, past qo'y, baland ko'rinadi. Hurmatli obunachilar, bo'ylarini o'lchab ko'rdik. Bular qarang, qanday tulab yo'q. Hammasi o'zi tulagan. Oldiga Tulab yo'q. telefon nomerni ayting, pastga ham qadab qo'yaman. 91lik 585 585 87 91. 91. Mana shu ham zo'r ekan, shuni Hammasi zo'r ekan. Yomon qo'ylamas ekan, hurmatli obunachilar, zo'r qo'y ekan. Hammasi yosh qo'y. Mana shu qo'y yo'qdi. Qo'y qilishga juda zo'r. Telefon qilishdan beramiz. Telefon qilsa berasiz, ha, kelishtirib. Agar hammasi bir joyga olsa, dastavkasi bilan olib borib berasiz. Dastavka ichiga aka. Mana akalar, dastavka ichiga narxini kelishsak bo'ldi deyapti. Narx kelishsa, dastavkaga narx qo'shilmaydi. Bir so'm qo'shilmaydi. Dastavkasiga narx o'zgarmaydi, hurmatli obunachilar. Aka, Endi menga qarangda, siz
Mana obunachilarim endi qo'y qilaman deb olsa, siz endi bir insof bilan kelishtirib bering. Kelishtirib bering, baraka topsin. 100% Baraka topsin. Yana sizdan keyin yana oladigan bo'lsin-da. Siz oladigan bo'lsin. Shu akadan qo'y chiqaring deb yana obunachilarimiz yozsa, otanga rahmat deb yozsa bo'ldi agar baraka topgan bo'lsa. Mana shunday. Obunachiga telefon qismiga kelishtirib beraman. Kelishtirib beraman deb obunachilar kelsa. Bo'ldi, mana hurmatli obunachilar telefon qilasizlar, bog'lanasizlar.